Bilaman, sizni ham xayolingizdan bu mavzu o'tgan. Siz ham xayol qilib ko'rgansiz. Mana hozir pul yig'amanda, borib operatsiya qilaman va hamma muammolarimdan qutulaman. Lekin hozircha bu narsani qila olmayman. Vaqtim yo'q. Hali yana 2-3 ta farzand tug'moqchiman. Tug'ilgandan keyin borib operatsiya qilib, muammolarimni bartaraf qilaman deb. To'g'rimi? Sizda shunaqa ham xayol bo'lganmi? Agar shunaqa bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Men Go'zal Uralovaman, 15 yillik stajga ega, ish tajribasiga ega bo'lgan xalqaro toifadagi intim gimnastika kurslari muallifi hamda instruktori hisoblanaman va hozirgi kungacha minglab ayollarga sog'lom va sevimli bo'lishida yordam berib kelayotgan mutaxassisman. Bilasizlarmi, ko'p yillar davomida ayollar bilan ishlab kelayotganim uchun juda ko'p ayollar bilan suhbatda bo'laman va aksariyat holatda ayollar nima deyishadi? Intim gimnastika o'zi yordam beradimi? Operatsiya qilish kerak, baribir operatsiyasiz hech narsa qilib bo'lmaydi. Eng to'g'ri yechim operatsiya yoki bo'lmasam voy kurs qimmatli qilyapti, undan ko'ra ko'proq pul yig'aman deb operatsiya qilaman deb aytishadi. Lekin meni kurslarimda o'qigan qizlarimizni qanday borlar tushishi, bachadon tushishlarini operatsiyasiz oson yengil uy sharoitida bartaraf etishgan. Bu haqida odzivlarimiz juda ham ko'p. Bemalol odzivlar bilan tanishib chiqsangiz bo'ladi. Instagram yoki Telegram sahifamga kirib, Telegram, Instagram sahifamga kirish uchun pastdagi silka orqali ulanib olishingiz mumkin bo'ladi. Bilasizlarmi, hozir sizga men farqini tushuntirib bermoqchiman. Agar tasavvur qiling, sizni uyingizda fundamenti dars ketgan bo'lsa-yu, siz uyingizni remont qilib, chiroyli qilib bezaklasangiz, bu narsa sizni uyingizni fundamentini dars ketganini tiklab bera olmaydi. To'g'rimi? Faqatgina chiroyli uy, lekin buzilgan fundament ustida bo'ladi. Intim gimnastika bo'lsa, aynan ana shu fundamentni to'g'rilab beradi. Aynan ana shu fundamentni xuddi yangi fundamentga qilib berishda yordam beradi. Ana shu yangi fundament butun uyga ushlab turadi. Buzilgan fundament bo'lsa, bir kun kelib qulab tushadi. Operatsiya ham kerak, o'zini kerakli joylarida, ya'ni aynan qanday borlari tushishini oxirgi darajalarida yoki bo'lmasam bachadon tushishini aytaylik 4-darajasi, 3-darajasida operatsiyasiz biz hech narsa qila olmaymiz. Lekin bu darajaga kelguncha, ya'ni qanday borlarini tushishi, bachadon tushishini 1-2-darajasida siz bemalol intim gimnastika kursi orqali, trenajyorlik kursi orqali, metodikam orqali bu muammoni bartaraf etishingiz mumkin bo'ladi. Intim gimnastika bu ayollarning o'ziga qilgan eng katta va eng samarali investitsiyasi hisoblanadi. Bu narsani sizlarga miflar yordamida hozir tushuntirib bermoqchiman. Birinchi mif bu ayollar to'liqdan keyin hammasi o'zi tiklanib ketadi, vaqt o'tgandan keyin hammasi joy-joyiga qaytadi degan gapga ishonish. Yo'q, asalarim, tug'ruqdan keyin hech narsa o'zidan o'zi tiklanib qolmaydi. Ya'ni homiladorlik va tug'ruq davrida cho'zilgan, kengaygan, zaiflashgan toz osti mushaklari ana shu zaifligicha qoladi. Bular o'ziga baquvvat bo'lib qola olmaydi. Atala ichsangiz ham, boshqa narsa ichsangiz ham bu narsa o'zi tiklanib, yopilib, to'g'irlanib keta olmaydi. Chunki уже bo'ldi. Bu nima deydi? Xuddi uyingizda ovqat qildingiz, ovqat qilganingizdan keyin va hech narsa qilmaydi, o'zidan o'zi toza bo'lib qoladi deganingizdagi gap. Plitani ustida o'zingiz yuvmaguningizgacha ham toza bo'lib qola olmaydi. Xuddi shunaqa toz osti mushaklari homiladorlik, tug'ruqdan keyin holati yomonlashadiki, lekin yaxshilanib qola olmaydi. Chunki siz homiladorlik, tug'ruqdan keyin endi bolani qo'lingizda ko'tarib yurasiz. Bu ham sizni toz osti mushaklaringizni masalan yana ham zaiflashishiga turtki bo'ladi. Ikkinchi mif bu operatsiya qilsam butun umriga muammoni hal qilib qo'ydim degani. Yaqinda bitta tanishim telefon qilib qoldilar. Men operatsiya qiluvdim, lekin yana o'sha aksirsam, yo'talsam, peshob tura olmaslik boshlandi menda. Men qo'rqib ketib vrachimga borsam, mana уже yana sekin-sekin hammasi pastga tushishni boshlabdi. Intim gimnastika bilan shug'ullanmadingizmi deb savol berdilar menga deb aytayotdilar. Qarang, operatsiya bo'lganda organlar joyiga ko'tarib tikib qo'yiladi, joyiga qo'yiladi, lekin operatsiya sizni toz osti mushaklaringizni mahkam qilib, baquvvat qilib bera olmaydi. Operatsiya bu mushaklarni sizni o'rningizga ishlov bera olmaydi. Ya'ni agar siz
baquvvat tanani xohlasangiz, masalan sport zalda shug'ullangan tana bilan shug'ullanmagan tanani farqi bor, to'g'rimi? Xuddi shunaqa bizani tanamiz, qo'limiz, qornimiz, oyoqlarimizda qanaqa mushaklar bor bo'lsa, xuddi shu mushaklar bizni toz osti mushaklarimizda joylashgan. Bu toz osti mushaklarimizni o'zimiz intim gimnastika yordamida baquvvatlashtirmasak, hech qanaqa operatsiya uni baquvvat qilib bera olmaydi. Va hech narsa buni mustahkamlab bera olmaydi qizda, hech narsa, ishoninglar. O'shaning uchun operatsiya bo'lgandan keyin ham intim gimnastika kerak. Da, operatsiya estetik tarafdan chiroyli qilib beradi, lekin ichki holatini baquvvat qilib bera olmaydi va shuning uchun ham operatsiya bo'lgandan keyin baribir intim gimnastika bilan shug'ullanish kerak deb malakali vrachlarimiz operatsiya qilishgandan keyin обязательно o'zlarini patsientlariga bu haqida gapirib o'tishadi. Va operatsiya qilgan bilan operatsiya qilmasdan toz osti mushaklarni mustahkamlashini farqini hozir tushuntirib bermoqchiman. Yaqinda bitta patsientimiz qin oldi orqa devorlarini 3-daraja tushishi bilan kursimga yozilgan edilar. Ular aytadilar, men operatsiya qilgin deb aytishdi, lekin men oldinda homiladorlik turiqi rejalashtiribman. Shuning uchun operatsiya qilishni xohlamadim. Men sizni kursingizni olib, men shu kurs bilan harakat qilmoqchiman dedilar va haqiqatda 3 oydan keyin diagnostika qilamiz biz. Do holatlari va posle holatlarini rasmini yubordilar, ishonasizlarmi? Hech qanaqa rektotseli, sistotseli, bachadon tushishlari hammasi joyiga ko'tarilib, qiz bola holatlariga qaytganlar, ko'rib o'zlari ishonmayaptilar-da rasmlarini, diagnostikalarni ko'rib, men ham xursand bo'lib ketdim. O'shanda aytibdilar, rahmat Go'zal opa. Men dedilar, operatsiyani ko'p o'yladim. Operatsiya qilsam agar narkoz olar ekanman, undan keyin juda ham ko'p dori darmonlar olish kerak, operatsiya bo'lgandan keyin lecheniyalar qilish kerak, o'zim yordamga muhtoj bo'lib qolar ekanman, uyda bolalarimni bir necha kunga tashlab ketishim kerak kimgadir, operatsiyadan keyin ham ancha vaqt tiklanishga vaqt kerak ekan. Bu yerda bo'lsa men operatsiyasiz, ya'ni o'zimga tig' tegizmasdan, hech qanaqa dorilarsiz, narkozlarsiz, posle operatsion reabilitatsiyasiz men operatsiya beradigan natijaga erishdim deb juda ham xursand bo'lib o'zlarini odzivlarini berdilar Telegram kanalimga. Bu odziv голосовойlarni ham hammasini yuborib qo'yganman. Qiziq bo'lsa Telegram kanalimga kirib tanishib chiqsanglar bo'ladi. Keyingi mifimiz aynan mana shunda ayollar ko'p xato qilib qo'yishadi. Eng oson yo'li operatsiya qilaman, qutulaman muammolardan. Yo'q qizlar. Muammoni bartaraf etishga baribir aylanib o'rgilib intim gimnastika bilan shug'ullanish kerak bo'ladi. Keyingi mif bu intim gimnastika bilan bu masalani hal qilib bo'lmaydi degan mif. Bu katta yolg'on. Intim gimnastika bilan bemalol bu masalani hal qilish mumkin. Va keyingisi, voy intim gimnastika narxi qimmat-ku, nimaga oddiy gimnastika bunaqa qimmat bo'lishi mumkin deb hozir sabablarini tushuntirib beraman. Intim gimnastika bilan bemalol bu masalani bartaraf etish mumkin. Yana pul jihatdan bu juda ham выгодный, chunki siz operatsiyaga ketadigan juda ham katta pulni intim gimnastikaga sarf xarajat qilmaysiz. Operatsiyadan keyingi dori darmonlarni pulini ekonom qilib qolasiz. Sog'lig'ingizdagi narkoz bilan uchrashi mumkin bo'lgan masalalardan qutulasiz. Undan tashqari sizni qiynayotgan masalalar, ko'p ayollarimiz aynan yaqinlik vaqtida havo chiqishdan uyalib qolishadi, aksirganda yo'talganda peshob ushlab tura olmasligidan uyalib qolishadi, chunki kiyimlari ho'l bo'lib qoladi. Bu masalalardan oson, yengil, ozgina mablag' hisobiga uy sharoitida qutulish mumkin. Intim gimnastika juda ham foydali bo'lgan mashqlardan va sizni ana shu muammolaringizni bemalol uy sharoitida yechim bera oladigan mashq to'plamidan iborat katta bitta kompleks hisoblanadi. O'shaning uchun intim gimnastika foyda bermaydi deydiganlar, men o'ylaymanki, ular intim gimnastika bilan tanish emas, o'shaning uchun shunaqa yolg'on ma'lumotlarni berishadi. Siz ana shu miflarga ishonishni to'xtatib, o'zingizni qo'lga olib intim gimnastika bilan shug'ullanish boshlaganingizda sizni hayotingizda qanaqa o'zgarishlar bo'ladi? Birinchidan, operatsiyasiz katta mablag' tikmagan holda, narkozlarni o'zingizda his qilmagan holda, operatsiyadan keyin dorilarsiz, qanaqadir qiynalishlarsiz, perevyaskalarsiz, choklasiz, o'zingizni sog'lig'ingizni qaytarib olishingiz, sog'lom va sevimli ayol bo'lishingiz, bemalol maza qilib, aksirib, yo'talib, kulib yurishingiz va o'sha paytda oyog'ingizni bunaqasidan qilmasdan, peshob ushlab tura olmaganingizni hisobiga uyalib qolmasdan kerilib bemalol go'rda yura olishingiz, keyingisi bo'lsa bu havo kirib chiqishdan qutulishingiz,
da va har xil og'riqlardan, yoqimsiz hidli ajralmalardan qutulib olsangiz bo'ladi. O'shaning uchun tanlov sizni qo'lingizda. Siz sog'lom, sevimli ayol bo'lmoqchi bo'lsangiz, go'zalam trenajeri yordamida, mani avtorlik metodikamni, avtorlik kursim yordamida sog'lig'ingizni qaytarib olishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun siz mana shu video tagidagi ssilka orqali mani menejerimga yozib, kurs haqida batafsil ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Hamda Instagram, Telegram sahifalarimga obuna bo'lsangiz, ularning ssilkalari ham videoning tagida bor. U yerda men bepul mashqlar bilan ulashib boraman doimiy ravishda. Ana shu mashqlarni oldin bepul tarzda bajarib ko'rish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi.